O'zbekistondan 1200 ta talabalar bor ekan. Talabamiz bor. Bu Instagramda podpiska qilinglar menga. O'zbekistonga qaytinglar. Fanlar akademiyasi sizlarni kutyapti. Har xil yo'nalishdan. Hurmatli talabalar, O'zbekistondan kelgan Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti Turdiqulova Shahlo O'tkirovnadan intervyu olamiz hozir. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum. Rahmat. Taassurotlar qanday bo'ldi? Rudenga birinchi bor kelishingizmi? Ha, bu universitetga men birinchi bor kelishim. Endi bugun yetib keldim. Bugun boshlanishi konferensiyani va men o'ylayman juda ham qiziqarli mavzular ko'tarilyapti. Bu Sura 17 ta цель устойчивого развития deyilganda, men bugun Sura 3-bandi bo'yicha bu здравоохранение, bu meditsina, tibbiyotni hamma davlatlarda shuni rivojlantirishga olib boriladigan tema bo'yicha ma'ruzam qildim va bunda juda ham shu problemani ko'targanim, qanaqa baryerlarimiz bor, nima to'sqinlik qilyapti shu bizning davlatlarimizda, SNG davlatlarida shu tibbiyotni rivojlantirishga, farmatsevtikani rivojlantirishga va bu konferensiya men endi boshlanyapti. Men o'ylayman juda ham qiziqarli bo'ladi. 21-da yana bitta dokladim bor. Men hammani taklif qilaman. Men endi eng katta taassurotim işte O'zbekistondan 1200 ta talabalar bor ekan. Bu universitetda o'zi juda ham katta universitetligini ham oldim. Unchalik bilmasdim, tasavvur qila olmasdim va yana bitta fakt, mani adam 76-yilda bu universitetda 1 yil o'qib fransuz tilini o'qiganlar. Bizga ko'p gapirardilar va biza undan keyin Aljerda yashaganmiz. Aljerda matematika fanidan fransuz tilida dars berardilar. Va men o'shanga juda ham xursandman. Bugun bu universitetga kelganimga va shu adam yurgan, bilmayman qaysi binolarda yurardilar, lekin shu adam universitetlariga men shu tashrif qilganimdan juda ham xursandman. Va yana bitta narsa, bizda Fanlar akademiyasida 36 ta institutimiz bor va shu hozirgi paytda bu yerda o'qiyotgan talabalarga men iltimos qilardim, O'zbekistonga qaytinglar. Fanlar akademiyasi sizlarni kutyapti. Har xil yo'nalishdan bizda institutlarimiz bor va shu fanga hayotinglarni bag'ishlamoqchi bo'lgan bo'lsanglar, albatta Fanlar akademiyasi institutlarida biz sizlarni kutmoqdamiz. Ajoyib intervyu uchun sizga rahmat. Xush kelibsiz. 21-chislaga yana konferensiyaga chiqaman deyapsiz. 21-chilar kuni qolgan studentlarimizni ham taklif qilib qolamiz va обязательно kuzatamiz. Rahmat. Xush kelibsiz yana bir bor. Instagramda podpiska qilinglar menga.